Assalomu alaykum. Birinchi savol. Birinchisi, cheksiz davriy bo'lgan o'nli kasr ko'rinishdagi sonlarga irratsional sonlar deyiladi. Xo'p, bu yerda cheksiz davriy o'nli kasr ko'rinishdagi sonlarni biz A taqsim B ko'rinishiga keltira olamiz. Ya'ni bular ratsional son bo'ladi. Bu yerda irratsional deyildi, ya'ni noto'g'ri. Ikkinchisi, musbat A va B sonlari uchun bu tengsizlik doimo o'rinli. Xo'p, bu yerda tenglik belgisi ham bo'lishi kerak edi. Ya'ni qo'sh tengsizligini bilamiz. O'sha qo'sh tengizligi yozilgan, faqat bunda tenglik belgisi ham bor edi. Ya'ni bu yo'qligi uchun doimo o'rinli degan so'z noto'g'ri bo'ladi. Uchinchisi, 1 kilometr kvadrat 100 gektar. 100 metr kvadratimiz 1 gektar edi. Ga deb yozib qo'yaveraman. Xo'p, ana endi 1 kilometrimiz 1000 metr. Buni kvadrat ko'tarsak 1 kilometr kvadrat. Adashdimmi? Adashgan ekanman, uzr. Bu yerda 100 metr kvadrat 1 ar. 100 arimiz 1 gektar. Ya'ni bunda to'liq eslab qolmaganman, xullas, birdan shuni yozib ketdim. Ya'ni bundan kelib chiqadi 100 kara 100 10 darajasi 4 metr kvadratimiz 1 gektar. O'shanda mana buni hozir kvadrat ko'tarsak 1 kilometr kvadrat 10 darajasi 6 metr kvadrat bo'ladi. Buni 10 darajasi 4 1 gektar bo'lsa, bu o'shanda 100 gektar bo'ladi. Ya'ni to'g'ri bu. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri. A kalitda. Ikkinchi savol. Hisoblang deyilgan teng 2 ayrilgan noto'g'ri kasr qilib olsak 10 taqsim 3 ko'paytiramiz. Buni noto'g'ri kasr qilib olsak 19 taqsim 10 qo'shilgan. Bu noto'g'ri kasrda 19,2 dan 1 bo'lsa 39 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu noto'g'ri kasrda 9 taqsim 2, lekin ko'paytirish qilib olsak 9 dan 2 bo'ladi. Mahraj 75 dan 62 ayrilgan. Mana bu 100 dan 16. 4 ga qisqartirib yozsak 25 dan 4 bo'ladi. Teng. 2 ayrilgan. Mahrajiga 10 mahraj bersak, bunga 3 beramiz. O'shanda mahraji 75 dan nechi bo'ladi? 62 ayrilgan 12. 50 bo'lar ekan. Surat. Bu bilan bu qisqardi. 19 taqsim 3 qo'shilgan. 2 bilan 2 qisqardi. 39 taqsim 9. Buni 3 ga qisqartirib yozsak 13 taqsim 3. Surat 32 taqsim 3 bo'ldi. Teng 2 ayrilgan 32 taqsim 3 ko'paytirilgan. Buni qisqartirib yozsak 25 ga 3 dan 2 bo'ladi. Ko'paytirish, ya'ni bu bo'lish turibdi-ku, kasr turibdi, bo'lish turibdi. Ko'paytirish qilib olsak 3 taqsim 2 bo'ladi. Teng 3 lar qisqarib ketdi. 2 ayrilgan 2 bilan 32 qisqarsa 16 bo'ladi. 2 ayrilgan 16, javob -14. Uchinchi savol. A va B natural sonlar va mana bu shartlar qanoatlantiradi. Bunga ko'ra A taqsim B kasr qabul qila oladigan eng kichik qiymat qancha? Xo'p, bular E kubini A deb olsam, E kublar nima bo'lar ekan? Mana qaranglar, E kublarini bu yerda o'zida A bor ekan. X deb olsam, E kublar nima bo'ladi? Shu yerga o'rniga qo'ysak, E kub 300x bo'ladi. Ana endi A bilan B ni E kubi x bo'lsa, A ni xm, B ni xn deb olsak bo'ladi. Xo'p, endi bularning E kubi x va E kublar nima bo'ladi? Mana bu ko'rinishda qaraydigan bo'lsak, A bilan B ning E kublari x mn ga teng. Bizda bu 300x ekan, mn teng 300 bo'ladi.
Keyin bizda qaranglar, bu yerda m bilan n o'zaro to'p sonlar bo'lishi kerak. Bu e kub mavzusida o'tiladi. M bilan n o'zaro to'p sonlar. Ikkita o'zaro to'p sonni ko'paytmasi 300 ga teng. Bular qaysi sonlar bo'ladi? Xo'p, bularni ajratib olishda nima qilinadi? Birinchi bo'lib 300 ni kanonik yoyilmasini yozib olaylik. 300 deganimiz 3 kara 2 ni kvadrati kara 5 ni kvadrati. M n shu yerga ikki tarafga sonlarni yozib ketaman, ya'ni qaysi qiymat oladi. Birinchisi m ga 1 yozsak, ikkinchisi yoki mana bunday yozaylik, m bilan n demasdan 1 bilan sonni o'zi 300. Bular o'zaro to'p. Endi keyingisi 3 bilan mabuyog'i 100. Ikkitasi o'zaro to'p son bo'lishi kerak va mana buni 2 ga bo'laklashim kerak. Ya'ni ko'paytmasi 300 ni berishi kerak va ular o'zaro to'p son bo'lishi kerak. Xullas, mana shuni bo'laklab ketamiz. Bo'laklaganda qaranglar, bu yerda hozir endi bu yerga bitta 2 deb yozib, bu yerga qolganini yoza olmayman 150 deb. Chunki bular o'zaro to'p sonlar emas. Ya'ni o'zaro to'p sonlar bo'lishi uchun to'p sonni o'zining darajasi bilan to'liq olishim kerak-da. Ya'ni masalan, hozir bu yerga 2 deb yozmoqchimanmi? 2 ning darajasini to'liq olamiz. Ya'ni 4 bilan 75. Endi 5 ni kvadrati 25 bilan 12. Yana bormi? Endi ikkitalab olamiz. Yo'q. Bo'ldi, hammasi shu yerda bor. Hammasi shu yerda bor. Ikkinchi safar bular teskari holatda yozilgani bo'ladi. O'rnalmashgan holatda. Shu yerda hammasi bor. 3, 2, 5 ni oldim. 1 ni o'zini ham oldim. Hammasi bor shu yerda. Xo'p, ana endi a taqsim b kasrning eng kichik qiymati. A taqsim b kasr nimaga teng? Mana bu yerga qaranglar mana. A taqsim b teng xm taqsim xn. Ya'ni m taqsim n ning eng kichik qiymati kerak. Xo'p, bu yerda nisbat kichik bo'ladigan, eng kichik nisbat bo'ladigan qaysi biri? Ya'ni bu yerda hozir har bitta holat uchun eng kichik holatda yozaman, nisbatni kichik qilib, ya'ni mana 1 taqsim 300. Bu yerda a b'dan katta. Ha, bu yerda a katta bo'lishi kerak ekan. A katta bo'lsa, ya'ni mana bu m kattada n-dan, m katta n-dan. Ya'ni bu yerda kattasidan kichikka nisbatni yozishim kerak. Kichigini kattaga emas. Bunda 300 bo'ladi, bunda 100 taqsim 3 bo'ladi. Bunda 75 taqsim 4 bo'ladi, bunda 25 taqsim 12 bo'ladi. Xo'p, tepadagilar mana bu 10 nechi bo'lib ketadi, ya'ni tepadagilar butun qismi katta sonlar, eng kichigi hozir bizda mana shu. Chunki buni butun qismi 3 ga ham bormaydi-da. Ya'ni 2 butun 12 dan 1. 25 taqsim 12. 4-savol. Bosh koeffitsient 2 ga teng 5x 3-darajali ko'pxatning 2 xil haqiqiy ildizi bor. Demak, 5x teng bosh koeffitsient 2 va 2 xil haqiqiy ildizi bor degani uchun, ya'ni bitta ildiz 2 karra bo'lishi kerak. Chunki 3-darajali ko'pxat. Qaysidir ildizi 2 karra, ya'ni masalan ildizlari o'z bu yerda yozilgan ekan mana. 1 bilan -3 deb. Demak, ildizlari agar 1 2 karra ildiz bo'lsa, ya'ni x - 1 ning qavs kvadrati ko'paytirilgan x + 3 bo'lishi mumkin yoki endi 2 karra ildizi -3 bo'lsa, x + 3 ning kvadrati ko'paytirilgan x - 1 bo'lishi mumkin. Ikkita holat bor bizda. Chunki qaysi bir 2 karra ildiz ekanligi aytilmagan. Savolda 5 ning qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari yig'indisi. Demak, mana shu har ikkita holat bo'yicha 5 ni hisoblab qo'shib yuboramiz, bo'ldi. Bunda 5 2 ko'paytirilgan 1 5. Bunusida 5 2 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati 1. Bu 10. Bu 50. Yig'indi 60. 5-savol. Ifodani soddalashtiring deyilgan. Xo'p, bu yoqda belgilash kiritib olsak, 4-ildiz ham bor, 6 ham bor ekan. A ning darajalari 6, 2, yo'q, 2 ni o'zi ekan, 4 bu x darajasi ekan.
Demak, A'da 6-ildiz osti bor. Belgilash kiritaman. 6-ildiz ostida A'ni M deb yozib olaman. Y deb yozib olaylik. 6-ildiz ostida A'ni Y deb. X darajalari 6-ildiz bunda ham. 6-ildiz ostida Xni Z deb yozib olaman. O'rniga qo'ysak. Z ni 6-si qo'shilgan A kvadrat bu Y kub bo'ladi. Maxraj Z kvadrat Y ayrilgan. Z ni 6-si ayrilgan Y kub. X kub deganimiz Z kvadrat ayrilgan Y qo'shilgan. Z ni 6-si ayrilgan Z kub. Z ni 5-si ko'paytirilgan Y ayrilgan. Z ni bu 6 bo'lsa, bu 8 bo'ladi. Z ni 8-si ko'paytirilgan, mana bitta kub ildiz va bitta oddiy arifmetik ildiz, ikkalasi 6-ildiz ostida bo'ladi. Y ni o'zi bo'ladi. Ning 3-darajasi teng. Mana buni suratini ko'paytuvchi ajratsak, A plus B formaga ko'ra Z kvadrat plus Y Z ni 4-si ayrilgan Z kvadrat Y plus Y kvadrat bo'ladi. Bunisichi Z kvadrat minus Y Z ni 4-si plus Z kvadrat Y plus Y kvadrat bo'ladi. Bu bilan maxraj qisqarib ketsa, bu yer qoldi. Z ni 4-si ayrilgan Z kvadrat Y qo'shilgan Y kvadrat. Qaranglar, ayirib yozaman. Men bilan bu qisqarib ketsa, mana buni ayirib yozishim kerak. Minus Z ni 4-si ayrilgan Z kvadrat Y ayrilgan Y kvadrat. Mana buni suratidan minus Z ni 5-si Y chiqarib olsak, minusda Z kub ayrilgan 1 qoladi. Pastda Z kubni chiqarib olsak, Z kub ayrilgan 1 qoladi. Demak, ikkalasini qisqartirib yuborsak, mana bular qisqarib ketdi. Va bu yoqda Z kubga qisqartirib yuborsak, mana bu yerda Z kvadrat qoladi. Ya'ni minus Z kvadrat Y qoldi. Ning kubi. Z 4-si Y kvadratlar qisqarib ketdi. Bu yoqda mana bitta ifodadan 3 ta bor ekan. Demak, 3 minus 3 minus 3 Z kvadrat Y ning kubi minus 27 Z ni 6-si Y kub minus 27 Z ni 6-si nimaga teng? X ga teng. Y kub, buni 3-darajaga ko'tarib yuboramiz. Ildiz ostida bo'ladi. Oltinchi savol. Korxona xodimlarining 5dan 1 qismi transport bo'limida va yana 52 nafar xodim savdo bo'limida, qolganlari esa bir nechta ustaxonalarda ishlaydi. Ularning har birida kompaniya xodimlarining 7dan 1 qismi ishlaydi. Xodimlarning umumiy soni qancha? Xo'p, jami xodimlar sonini X deb olsam, transport bo'limida 5dan 1 qismi, ya'ni X taqsim 5 ishlaydi. Savdo bo'limida 52 kishi ishlaydi. Va keyin qolganlari esa bir nechta ustaxonalarda ishlaydi. Ularning har birida kompaniya xodimlarining 7dan 1 qismi ishlaydi. Ya'ni n ta ustaxona bor va ularning har birida jami xodimlarining 7dan 1 qismi ishlaydi. Ya'ni X taqsim 7 ishlaydi har birida. O'shanda X taqsim 7 dan n ta bo'ladi. Va mana bu umumiy xodimlar soniga teng. Bu yerda xodimlar soni ham natural son va ustaxonalar soni ham, ya'ni n ham natural son. Mana shu tenglamani ishlashimiz kerak. Xo'p, bu yoqda n ni topib olsakmi yoki xo'p, maxraj berib yuboraylik. Bunga 7 35 5 35 7 qo'shilgan
35 kere 52. 1820. Qo'shilgan 5xn teng 35x. 1820 qo'shilgan 5xn teng, buni bu tarafga olib o'tsak 28x bo'ladi. 1820 teng, buni bu tarafga olib o'tib x chiqarib olsak 28 minus 5n. X teng 1820 28 minus 5n bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi qiymat berib ko'raman. n ga 1 bersak, mana bu tepa o'zi necha kar necha edi? 35 kar 52 edi. n ga 1 bersak, mahraj 23 bo'ladi. Lekin bu hech qaysi 23 ga bo'linmaydi, ya'ni noto'g'ri. Ya'ni x natural son chiqishi kerak-ku. n ga 2 bersak, 28 dan 10 ayirsak 18 bo'ladi. Bu 18 ga bo'linadimi? 18 bu yerda hech qaysi 3 ga bo'linmas ekan, demak noto'g'ri. n teng 3 bersak 15. Bundan 15 ni ayirsak 13 bo'ladi. Mahraji 13 bo'ladi. Mana bu 13 ga bo'linadi, ya'ni 13 kara 4 52. Bu holatda x natural son chiqdi, to'g'ri keladi. X nima chiqadi o'shanda? n teng 3 bo'lsa, buni 13 ga bo'lish kerak. Bu yerda 4 qoladi. 120, 140 chiqadi. Keyingi holat. n teng 4. 4 qo'ysak 8 bo'ladi. Bular hech qaysi 8 ga bo'linmaydi. Va n teng 5 oxirgi holatimiz. n teng 5 qo'ysak 3 bo'ladi, lekin bular hech qaysi 3 ga bo'linmaydi. Ya'ni bu ham noto'g'ri, bu ham noto'g'ri. Bundan keyin mahraj manfiy bo'ladi, ya'ni bundan boshqa yechim yo'q. Demak, x teng 140 bo'ladi. Bizda xodimlar soni 140 ga teng. Bu faqatgina bitta holat bo'ldi. Shuning uchun umumiy javob sifatida olib qo'yamiz. Ya'ni 2-3 xil holat bo'lmadi. Bitta holat chiqdi. Masala shartiga to'g'ri keladigan faqatgina bitta holat bor ekan. 7-savol. Uzunligi 400 metr bo'lgan aylana shaklidagi yugurish yo'lagining bir nuqtasidan ikki yuguruvchi qarama-qarshi yo'nalishda mos ravishda 5 va 3 tezliklar bilan harakat boshladi. Hozir uzunligi 400 metr, bir nuqtasidan ikki yuguruvchi, mana shu yerdan qarama-qarshi yo'nalishda bittasi bu yoqqa ketadi, bittasi bu yoqqa ketadi. Birini tezligi 5, ikkinchisini tezligi 3. Ular harakat boshlagandan keyin 5-marta uchrashguncha tezroq yugurayotgan sportchi necha metr masofani bosib o'tadi? Xo'p, o'zi birinchi marta uchrash uchun, ya'ni bir marta uchrash uchun qancha vaqt ketadi hozir shu yerda? Bir-biriga qarab yurayotgan hisobiga bir-biriga qarab yuguryapti. O'shaning uchun tezliklar qo'shiladi. Umumiy yo'lni tezliklar yig'intisiga bo'lamiz. Ya'ni 8 ga bo'lamiz va bu yerda 50 chiqadi. Ya'ni har 50 sekundda bular uchrashadi. 5-marta uchrashguncha deyilgan, ya'ni 5-marta uchrashadigan bo'lsa, jami hisobda 250 sekund vaqt bo'ladi. Ya'ni buni 5 ga ko'paytirdim. Mana shuncha harakatlanganda, ya'ni nima deyilganda? Tezroq yuguruvchi, ya'ni tezligi 5 bo'lgan yuguruvchi qancha masofani bosib o'tadi, o'sha so'raldi. Vaqt 250, tezlik 5. Yo'l topish uchun tezligini vaqt ko'paytiramiz. 1250 metr bo'ladi. 8. Bir xil quvvatga ega bo'lgan 6 ta ishchi birgalikda bir ishni boshladi. Har kunning oxirida bittadan ishchi ishni tark etmoqda. Ish 3 kunda tamom bo'lgan bo'lsa, ushbu ishni bitta ishchi yolg'iz o'zi necha kunda tugatgan bo'lar edi? Xo'p, bitta ishchi bir kunda A ni bajaradi deb olsak, bitta ishchi bir kunda A ni bajaradi. Xo'p, dastlabki kunda bu bir kunlik bajargan ishi. Dastlabki kunda hammasi birga ishlaydi, ya'ni 6 A ni ishlaydi bular. Keyingi kunda bir kishi ketadi.
Demak, keyingi kuni 5A ish bajariladi, chunki 5 kishi qoladi. Undan keyingi kun 4A ish bajariladi. Ya'ni umumiy hisobda 15A bo'ldi. Umumiy ish 15A ga teng. O'zi bir kunda bitta ishchi A ni bajarsa, 15A ni 15 kunda bajaradi. 9. Agar kamayuvchi geometrik progressiyaning 13-dan boshlanadigan 12 hadining yig'indisi birinchi 12 hadining yig'indisidan 40% ni tashkil etsa, kamayuvchi geometrik progressiyaning 3-hadining 15-hadiga nisbatini toping. Xo'p, 13-haddan boshlanadi. B13 13-haddan boshlanadigan 12 hadi. Shu yerda 12 ta hadi yig'indisi. Hokazo oxirgisi nechi bo'ladi? 24 bo'ladi. Mana shu hadining yig'indisi birinchi 12 hadi yig'indisidan, ya'ni B1 hokazo B12 yig'indisining 40% ni tashkil etadi. Bu teng ekan 40 taqsim 100 ga, ya'ni o'sha foizi. Mana buning 40% mana. Ko'paytirsak o'shani beradi. Xo'p, buni ham 20 ga qisqartirib yozsak 2 taqsim 5 degani. Bizda mana shu bor. Tepadan q'ning bu nima edi? Q'ning B1 kara q'ning 12-si. Tepadan q'ning 12-sini chiqarib olsak, B1, B2 va hokazo oxirida B12 yig'inda qoladi. Mahrajda ham B1, B2, hokazo B12 turibdi. Teng 2 taqsim 5, bular qisqarib ketdi. Bundan kelib chiqadi, q'ning 12-si teng 2 taqsim 5 ga. Savolda kamayuvchi geometrik progressiyaning 3-hadining 15-hadiga nisbat. Bu teng tepani B1 kara q kvadrat desak, pastini B1 kara q'ning 14-si deb yozib olsak, bu yerda 1 taqsim q'ning 12-si bo'ladi. Bu yerda q'ning 12-si edi. Buni 1 taqsim qilsak, 5 taqsim 2 bo'ladi. Javob 5 taqsim 2. 10-savol. M va N haqiqiy sonlar mana shu tengsizligining yechimlar to'plamining bir qismi bu oralig'idir va bu tengsizlikning yechimlar to'plamining bir qismi bu oralig'idir. Bunga ko'ra mana bu tengsizlikning yechimlari to'plami quyidagilardan qaysi biri bo'la olmaydi? Xo'p, bu yerda qaranglar, mana buni ko'paytuvchi ajratib olsak, x minus 5 va x minus n bo'ladi. Katta noldan. Buni yechimlar to'plami qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana bu yerda hozir biror son turgan bo'lsa, masalan 3 turgan bo'lsa, nima bo'lardi yechimi? Minus chxlikdan 3 gacha, 5 dan x gacha bo'lardi. Lekin 5 dan kichik son, kattaroq son turgan bo'lsa, ya'ni 10 turgan bo'lsa, minus chxlikdan 5 gacha va 10 dan x gacha bo'lardi. Ya'ni bu yerda hozir 5 bilan m taqqoslanadi. Qaysi biri kichik bo'lsa chap tomonda turgan bo'ladi, qaysi biri katta bo'lsa o'ng tomonda turgan bo'ladi. Hozir bizda mana bu turibdi, to'g'rimi? Ya'ni o'ng tomonda m turgan ekan. O'ng tomonda m turish uchun m bu yerda 5 dan katta bo'lishi kerak. 5 dan katta ixtiyoriy son qo'ysak, ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni m o'ng tomon turgan bo'ladi-da. Xo'p. Bunda ham xuddi shu. Buni ko'paytuvchi ajratib olsak, faqat bu qanaqa bo'ladi? Minus n. Hozir ishorasini to'g'rilab qo'yaman agar noto'g'ri qo'ygan bo'lsam. Plus 2x minus nx. To'g'ri qo'ydim. Xo'p, buni yechimlari ham. Buni 0 ga tenglashtirsak x teng n chiqadi, buni 0 ga tenglashtirsak minus 2 chiqadi. Bunda ham xuddi o'sha, qaysi birining qiymati kichik bo'lsa, o'sha chap tomon turgan bo'ladi, qaysi birining qiymati katta bo'lsa, o'ng tomon turgan bo'ladi. Va bizda buni bitta yechim mana bu deyilgan. Demak, kichigining qiymati bu. Kichigi bu kichik tarafga turgan-ku, kichik taraf qarab turgan-ku. Ya'ni n kichik ekan. N kichik minus 2 dan. O'shaning uchun chap tomonda n turibdi. Ikkinchi tarafi minus 2 dan x gacha bo'ladi. Xo'p, buni ko'paytuvchi ajratib olsak, x minus m x minus n kichik 0 dan. Buni yechimi x qarashli. Mana bu x minus 2
x minus 5 turgan bo'lsa, kichik 0 dan bo'lsa, buni javobi 2 dan 5 gacha bo'ladi. Yana biz ham hozir shu ko'rinishda yozib qo'yamiz, faqatgina kichigini chap tomon, kattasini o'ng tomonga yozishimiz kerak. Bizda n 5 dan katta, n minus 2 dan kichik, ya'ni bu kichik son, kichigi chap tomon turgan bo'ladi. Minus 2 dan, yo'q, minus 2 dan emas, n dan m gacha. Tak, shunday. N dan m gacha. Xo'p, endi bu yerda bitta narsa, mana bu m minus 2 dan kichik. M bo'lsa 5 dan katta. Shunga qarashimiz kerak. Xo'p, qaysi biri to'g'ri kelmaydi? Masalan, A. Ikkita jon tekshiramizda, mana qaranglar. Bu tarafi minus 2 dan kichik bo'lishi kerak. Qanday yozsam ekan? Xolos, mana shu ikkita shart bajarilishi kerak. Bu yerda yozaman, mana chap taraf minus 2 dan kichik bo'lishi kerak, o'ng taraf 5 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Qaysi biri to'g'ri kelmaydi? Minus 5 minus 2 dan kichik. To'g'ri. 6 5 dan katta, bu to'g'ri keladi. Ikkinchisi, minus 8 minus 2 dan kichik to'g'ri keladi va 8 5 dan katta, bunisi ham to'g'ri keladi, bu ham to'g'ri. Minus 4 minus 2 dan kichik to'g'ri keladi, 7 5 dan katta, bu ham to'g'ri keladi. Oxirgisi, minus 1. Afsuski minus 1 minus 2 dan katta, ya'ni bunisiga noto'g'ri keldi. 6 5 dan katta sharti to'g'ri keladi, lekin bu yog'i to'g'ri kelmadi. Demak, to'g'ri kelmaydigan mana shu D'si bo'ladi. Birinchi savol. Tenglamani qanoatlantiruvchi haqiqiy sonlar yig'indisini toping. Mana shu modulni A deb belgilashtirsak, 3a qo'shilgan 1 taqsim 3 ning kvadrati qo'shilgan 6 ko'paytirilgan, bu a kvadrat bo'ladi, chunki modulda x plus 1 ning qasd kvadrati bunga teng. A kvadrat qo'shilgan 10 taqsim 9. Qavsni ochib yuboramiz. 9a kvadrat qo'shilgan 2a qo'shilgan 1 taqsim 9 teng 6a kvadrat qo'shilgan 10 taqsim 9. Hammasini chap tomonga olib o'tsak, 3a kvadrat qo'shilgan 2a ayrilgan 1 teng 0. Buni ko'paytuvchi ajratib olsak, a plus 1 3a minus 1 teng 0 ko'paytuvchi ajriladi. Bizda a musbat son, chunki modulni men a deb belgilashtirdim. Modul musbat to'yma. Demak, bu yerda a teng minus 1 olinmaydi. A teng 1 taqsim 3 ekan. A bizda modulda x plus 1 edi. Buni yechimlari bitta x teng minus 2 taqsim 3 va ikkinchisi minus 3 dan 2 va ikkinchisi minus 4 taqsim 3. Savolda ildizlar yig'indisi so'ralibdi. Demak, minus 3 dan 2 ga qo'shamiz minus 4 taqsim 3 ni. Bu natija minus 2 ga teng. 12-chi savol. Tenglamalar sistemasi nechta ildizga ega? Pastda biror ifodaga erishib bo'lmaydi-yu, tepani o'zini hisoblaylik. Xo'p, tepaga mahraj beramiz. Mana buni qaranglar, mahrajdan 2x ikkinchi chiqarib olsak, 2 darajasi x qo'shilgan 2 bo'ladi. Ya'ni buni 2 ko'paytirsak, mahrajlar bir xil bo'ladi. Xo'p, buni mana mahraj ko'paytiramiz yoki 2 ko'paytirilgan 2 darajasi x qo'shilgan 4 ga ko'paytiramiz. Mahraj bir xil bo'ldi, hammasini tashlab yuboramiz. 4 kara 4 darajasi x qo'shilgan 2 ayrilgan 2 kara 8 darajasi x ayrilgan 4 kara 4 darajasi x teng y. Bu yerda mana bular bir xil ekan, qisqarib ketdi. Va y teng 2 minus 2 kara 8 darajasi x. Mana bu yerga qaraymiz. Y kvadrat teng bu yerda 4 minus 4 kara 8 darajasi x. Mana buni 8 darajasi x deb yozdim. Shunaqa deb yozsa bo'ladi. Xo'p, ana endi shu yerda belgilash kiritib olaylik.
8 darajasi x ni a deb belgilashtirsak, bu nima? 2 minus yoki 2 ni tashqariga chiqarib olsak, 2 kara 1 minus a. Bu y ga teng. Va y kvadrat, buni kvadrati teng. Bu yoq nima? 4 ni chiqarib olsak, 1 minus a. Endi mana bu kvadratni har biriga alohida qo'ysam, 2 ni kvadrati 4 va 1 minus a ni kvadrati mana. Har ikkala tarafdan 4 lar qisqarib ketdi. Va 1 minus a ga qisqartirib yuborsak, a teng bitta 1 yechim kelib chiqadi. Qolgani 1 minus a teng 1. A teng 0 ekan keyingi yechimi. A teng 1 va a teng 0. Bu yerda a teng 0 noto'g'ri, chunki 8 darajasi x 0 ga teng emas. Demak, buni olamiz. 8 darajasi x teng 1. Bunda x teng 0 chiqadi. Endi y topib olamiz. Mana bu yerga olib kelib qo'ysak bo'ladi. 2 minus 2 kara 8 darajasi x ni qiymati 1 ga teng. Bu ham 0 chiqdi. Demak, x ham y ham 0 ga teng chiqdi va bu bitta ildiz. Ya'ni bitta ildiz bor ekanda. 0 0. 13 tengsizlikni yeching deyilgan. Buni chap tomoniga e'tibor qilsak, bu mana bu ildizost uchlarning o'rniga tangens 60 qo'yadigan bo'lsak, tayyor formula bo'ladi. Tangens x plus 60 ning formulasi yozilgan chap tomonga kichik 1 dan. Xo'p, buni yechimlari mana bu koordinata o'qlarida chizib olsam, minus pi taqsim 2 yo pi taqsim 2 oraliqda 1 dan kichik. Mana shu yer 1 bo'lsa, ya'ni y teng 1 chiziq. 1 bo'lsa, bu yer pi taqsim 4 bo'ladi. Bundan kichik degan mana bu tarafni ikki sifatda olishim kerak. Ya'ni minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 2 kirmaydi. Bu ham kirmaydi, chunki grad belgisi yo'q ekan. Mana shu oralikda tangens 1 dan kichik. Xo'p, endi bular yoniga pikani qo'shib qo'yaylik. Pika. Burchagimiz x plus pi taqsim 3 qarashli. Pi taqsim 3 ni ayirib yuborsak, x qarashli bo'ladi. Bundan pi taqsim 3 ayirsak, minus 5 pi taqsim 6 qo'shilgan pika. Bundan pi taqsim 3 ni ayirsak, minus pi taqsim 12 bo'ladi. Qo'shilgan pika. Noto'g'ri qilmagan bo'lsam, yo'q, to'g'ri, sekal to'g'ri ekan. 14. Tenglamani qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta? Mana bu tarafda 2 ni o'rniga logaritm x asos ko'ra x kvadrat deb yozaman. Teng. Yo'q, ichkarisiga qaraymiz. Tak. Ildiz ostida logaritm x asos ko'ra, to'xtanglar, bu qiymat turaversin ekan. 2 turaveradi. Yo, to'xtab turinglar. Belgilashtirib olaman. Logaritm x asos ko'ra 3x minus 2 ni a deb belgilashtirsak, ildiz tashqarisi a minus 2 teng ildiz ichkarisi mana bu a kvadrat plus 4 kara bu nima bo'ladi? Tak, tepasida uchi bor ekanda. Mana bu yoq ko'rinish yaxshi kelmadi. Xo'p, qaraylik, keyin shartiga qarasak, butun sonlar nechtalik so'ralibdi? Ya'ni natural son nechtalik so'raldi? Chunki mana bu yerga qaraymiz, x 0 dan katta bo'lgan. Bu yoqda qarasa ham 2 taqsim 3 dan katta x. 2 taqsim 3 dan katta. Natural sonlarimiz 1 dan boshlanadi. Ya'ni 1, 2, 3 ketaveradi. Mana shulardan nechta yechim bor xullas. Demak, qaranglar. Ildizdan chiqqan ifoda musbat bo'lishi kerak. Mana ifoda musbat bo'lishi kerak. Logaritm x asos ko'ra 3x minus 2 ayrilgan 2 0 dan katta yoki teng. Endi 2 ni o'ng tomonga olib o'tsak, katta yoki teng 2 dan bo'ladi. Va bizda x 1, 2, 3 dan boshlanadi. Keyin bizda mana bu x teng emas bir shart ham bor. Uni ham inobatga olsak, x nima 2 dan boshlanar ekan.
x 2dan boshlanuvchi natural sonlar. Ya'ni asosi 1dan kattaligi aniq, chunki 2dan boshlanadi. Asosi 1dan katta bo'lsa 3x minus 2 katta yoki teng x kvadratdan bo'ladi. Asos 1dan kichik bo'lganda ishora almashardi. Lekin asos 1dan katta. X kvadrat minus 3x plus 2 kichik yoki teng 0 dan x minus 1 x minus 2 kichik yoki teng 0 dan bunda x qarashli bo'ladi 1 dan 2 gacha. Lekin 1 ni ola olmaymiz, chunki asosi 1 ga teng bo'lib qoladi. 1 ni ola olmasak, bu oraliqdagi butun sonimiz faqatgina 2 qoldi. Aniqlash sohasiga kiruvchi natural son faqatgina 2 ekan yoki butun son faqatgina 2 ekan. Demak, o'sha 2 ni qo'yib ko'ramiz. Agar tenglik to'g'ri bo'lsa yechim, to'g'ri bo'lmasa hech qanday butun yechimi yo'q. Yechimi bordir, lekin butun yechimi yo'q bo'ladi. Demak, yechish shart emas ekan. 2 ni qo'ysak, logaritm 2 asosiga ko'ra bu 4 bo'ladi. Ayrilgan 2, ya'ni bu 0 ga teng. 0 bo'ladi. Bu yoqqa ham 0 bo'ladimi? Tekshirib ko'ramiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra 4 ning kvadrati qo'shilgan 4 kira logaritm 2 asosiga ko'ra 2 qo'ysak 4 dan 3. Bu 4 chiqadi. Bu yog'i o'zi qanaqadir logaritm turaveradi, soddalashmaydi. Ya'ni bu yig'indi 0 ga teng emas. Demak, hech qanday butun yechim yo'q, lekin butun bo'lmagan yechim bor bo'lishi mumkin. Bu yog'ini yechmadik, chunki bizga kerak emas. 0 ta bo'ladi, to'g'ri. 15. Oshxonaga borgan Bilolga egasi shunday deydi: bitta sho'rva, bitta shirinlikdan iborat 12 xil menyu buyurtma qilishingiz mumkin. Bitta sho'rva, bitta shirinlikdan iborat 12 xil menyu. Bitta shirinlik va bitta ovqatdan iborat 15 xil buyurtma qilishingiz mumkin. Xohlasang, bitta ovqat, bitta sho'rva, bitta shirinlikdan iborat uchli menyu ham tanlashing mumkin. Bilol ishkembe sho'rvasi va sutlach shirinligini yoqtirmagani uchun bularni buyurtma qilmaydi. Shunga qaramay, u hali ham uchli menyu buyurtma qila oladi. Onur jami nechta har xil uchli menyu tanlashi mumkin? Bu yerda sho'rva, ya'ni sho'rvalar soni ati, ya'ni a xil sho'rva pishiriladi. Shirinliklar b xil. Keyin nima qoldi? Va bitta ovqat. Ovqat ham bor ekan. Nomlanish shunaqa nomlangan ekan, ovqat deb. Seta. Endi qaranglar. Sho'rva va bitta shirinlikdan iborat necha xil buyurtma tanlash mumkin? Ya'ni ikkitasidan, sho'rvadan bittasi tanlaymiz, ya'ni a xil holat, shirinlikdan b xil holat. Mana bu 12 ekan. Mana. Endi bitta shirinlik, bitta ovqat. Bitta shirinlik, bitta ovqat. B kara C 15 ekan. Keyin bu yerga qarasak, bitta ovqat, bitta sho'rva, bitta shirinlikdan iborat uchli menyu ham tanlash mumkin. Bu yerda hech qanday ma'lumot yo'q ekan. Endi bu yerga qaraymiz. Bu yerda ABC'lar butun natural sonlar. Bu yerga e'tibor qilsak, 12 ham tepada, ham pastda bor. Demakki, 12 uzr. E'tibor qilsak, bu yerda B ham 12 tenglikda ham bor va 15 tenglikda ham bor. Ya'ni bu yerda B ham 12 ga, ham 15 ga bo'linishi kerak. Ham 12 ga, ham 15 ga bo'linuvchi eng katta son bu 3 ga teng. Ya'ni bularning E kubi. E kubi 3 ga teng. Ya'ni B bu yerda hozir 3 bo'lishi mumkin. 3 ning natural bo'luvchilari 1 ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi oshxona bo'lgandan keyin menimcha faqat bir xil turdagi sho'rva qilmaydi. Ya'ni bir chiqib ketsa, sho'rvadan 3 xil bor. O'shanda endi B ga 3 olsak, A 4 chiqadi, C 5 chiqadi. Hop, topdik bularni. A 4 shirinlik 3, ovqat 5. Keyin bu yerda Bilol ishkembe sho'rvasi, ya'ni sho'rvadan bittasini yoqtirmaydi. Bittasini yoqtirmasa 3 xil variantni tanlash mumkin.
Sutlash shirinligi. Shirinlikdan yana bittasini tanlamaydi, ya'ni yoqtirmaydi. Undan ikkitasini, qolgan ikkitasini tanlash mumkin-da. Ovqat o'zgarmadi. Endi Onur jami necha xil usulda uchli menyu tanlash mumkin. Uchli menyu tanlash uchun ya'ni sho'rvadan bitta, shirinlikdan bitta, ovqatdan bitta tanlaydi. Sho'rvadan bitta tanlash uchun 3 xil holat bor. Shirinlikdan bitta tanlash uchun 2 xil holat bor va ovqatdan bitta ovqat tanlashimiz uchun 5 xil holat bor. Jami hisobda 30 chiqadi. 16. Po'lat, Vali va Ikrom kartaga tasodifiy ravishda bittadan raqam yozib, kartalarni Malakka uzatdilar. U raqamlarni ko'ra olmaydi. Malak kartalarni tasodifiy aralashtirib, stol ustiga qator qilib qo'ydi. Stolda 5 ga karrali va 7 ga bo'lganda 3 qoldig'i bo'lgan 3 xonali sonning paydo bo'lish ehtimolini toping. Xo'p, mana bu shartiga mos kartalarni to'g'rilab olaylik. Ya'ni 5 ga karrali, demak sonimiz o'sha 3 xonali son 5 ga bo'linishi kerak va 7 ga bo'lganda 3 qolishi kerak. O'sha sonimiz 5 ga karrali va 7 ga bo'lganda 3 qoladi. Endi mana shu yerda hozir har ikkalasiga qandaydir natural sonni qo'shishim yoki ayirishim kerak. O'sha qo'shganimda yoki ayirganimda chap tomoni bu yerda 5 ga karrali bo'lishi kerak, chap tomoni, buni pasti bo'lsa 7 ga karrali bo'lishi kerak. O'sha sonni topib olamiz. Xo'p, pasti 7, ya'ni 7 ga karrali. Bu 7 ga karrali bo'lish uchun yoniga 4 ni qo'shish mumkin yoki 3 ni ayirish mumkin. Ixtiyoriy. Xo'p, demak men qo'shishdan ketaveraman. 4 ni qo'shsak har ikkalasiga, bunga 4 ni qo'shsak bu 5 ga karrali emas, ya'ni noto'g'ri. Keyingisi ustiga 7 ni qo'shamiz. 11 ni qo'shsak ham noto'g'ri, ya'ni bizga 5 ga karrali son qo'shishimiz kerak. Yana 7 ni qo'shsak 18, 7 ni qo'shsak 25. Mana 5 ga karrali son to'g'ri keldi. Ya'ni har ikkala tarafga 25 ni qo'shamiz. Bunga ham, pastdagi ham 25 ni qo'shamiz. Qo'shganimizda a plus 25 teng 5y yoki 5 ko'paytirilgan y plus 5 bo'ladi. Pastda a plus 25 teng 7 kara x plus 4 bo'ladi. Bu yerda e'tibor qilsak a plus 25 ham 5 ga bo'linadi, ham 7 ga bo'linadi. Demak, umumiy hisobda bularning e-kuki a plus 25, bularning e-kuki 35 ga bo'linadi. Xo'p, demak, a teng 35k minus 25 ko'rinishda. Ya'ni mana buni teng 35k deb olsak, 25 chap tomonga olib o'tdi. Mana shu shartiga to'g'ri keladigan 3 xonali sonning ko'rinishi. Xo'p, nechta 3 xonali son mana shu shartga to'g'ri keladi? Uch xonali sonlarimiz 100 dan boshlanadi va 999 gacha boradi, ya'ni eng kattasi. 25 ni qo'shib yuborsak 125. Bunga 25 qo'shsak 1024. 35 ga bo'lib yuborsak, buni 35 ga bo'lsak, menga butun qismi kerak, j aniq son kerak emas. 4 ko'paytirsam 120, 140 oshib ketadi. Demak, 3 butun nechidir? 3 butun masalan 6. Bunisi 8, 10. Kattaroqsan. Bo'laveraylik. 1024 bo'lamiz 35 ga. 29. 25. Nechta butun son bor? Butun sonlarimiz 4 dan boshlanadi va 29 gacha. Butun sonlar sonini aniqlamoqchi bo'lsak, 29 dan 4 ni ayirib 1 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni 26 ta. Mana bu shartiga to'g'ri keladigan 3 xonali sonlarimiz 26 ta. Demak, bu suratda turadi, chunki vaziyatga mos keladiganlar 26 ta va mahrajda umumiy holatlar soni yozilishi kerak. Bu yerda qaranglar. Po'lat bitta raqam yozadi,
deylik A raqam yozadi, vali bitta raqam yozadi, B raqam, Ikrom C raqamni yozadi. Bularni olib Malak xullas aralashtirib stol ustiga qo'yadi. Qo'yganda biror son hosil bo'ladi. Ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lsa ham xullas ahamiyati yo'q. Bu ABClar unaqa ahamiyati yo'q. Xullas qo'yganda biror, ya'ni ABCga qaramanglar. Qo'yganda biror ABC son hosil bo'ladi. Bu yerda aytganki, stol ustiga ixtiro qilib qo'ydi. Ya'ni bu yerda qo'ygan paytda bular raqam deyildi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, 3 xonali son hosil bo'ladi demoqchi emasman. Chunki 3 xonali sonlar soni 900 ta. 900 ta. Bu yerda 3 xonali son hosil bo'lmaganlari ham borda. Ya'ni o'sha raqamlarni olib qo'y deylik, masalan bittasi 0 bo'lsa, mana bu 0 yoki ikkitasi 0 bo'lsin, 0 0 3 hosil bo'lishi ham mumkin. O'sha kartani olib teskari qilib yana ochganda mana shu 0 0 3 hosil bo'lishi ham mumkin. Bu yerda aytilmagan aynan 3 xonali son hosil bo'ladi deb. Agar shu shart, mana shu gap aytilganda shubhasiz mahrajiga 9 yozardim, lekin bu yerda bu gap aytilmagan. Ya'ni o'sha kartalarni teskari qilib ag'dardi degan bo'ldi. U 3 xonali son bo'ladimi yoki biror son bo'lmaydimi? Ya'ni birinchi raqami 0 bo'ladimi? Xullas unisida ahamiyati yo'q. Shunchaki ag'daradi. O'sha ag'darganda shu yerda hosil bo'lgan son mana bu shartni bajarishi kerak. Bu shartni bajaruvchi sonlarimiz 26 ta. Demak, bu yerda aytib o'tganimdek birinchi raqami 0 bo'lishi mumkin dedim. Ya'ni bu yerda 0 ham qatnashishi mumkin. O'shanda A ga 10 ta raqamni ixtiyoriy birini qo'yish mumkin. B ga ham xuddi shunday, C ga ham xuddi shunday, chunki takrorlanmaydigan raqamlar tanlanadigan gap ham yo'q. Agar bu gap bo'lgan dedi, takrorlanmasligi kerak deganda 19 8 olardim, lekin bu yerda bu gap ham yo'q. Shuning uchun 10 olamizda, natija mahraj 1000 bo'ladi va javob 0,1000dan 26 bo'ladi. O'zi mahrajini 900 olsak ham o'shanga moslangan javob yo'q. O'shandan ham bilib olish kerak. 17. Ifoda yoyilmasida 13 ta xat bo'lsa, n ning natural qiymati qancha? Xo'p, mana bu A plus B ning qavs kvadratida 3 ta xat bor. A plus B ning kubida 4 ta xat bor. Ya'ni darajasidan bitta ko'p xat bo'ladi. Buning xatlar soni darajasiga bitta birni qo'shamiz. Bu 13 ga teng. N kvadrat minus 11n ayrilgan 12 teng 0. Buni ko'paytuvchi ajratib olsak, n minus 12 n plus 1 teng 0. Bu yerda n teng 12 va n teng minus 1 chiqadi. Biz ixtiyoriyini olishimiz mumkin. Bu yerda n natural son, ayo bu yerda aytgan ekan. Aytmaganda ixtiyoriy birini olishimiz mumkin edi. N ning natural qiymati 12 ga teng. Ikkalasini ham olsa bo'ladi. Mana bu shart aytmaganda ikkalasini ham olish mumkin edi. Chunki ikkalasida ham mana buning darajasi natural son bo'ladi, ya'ni 12 bo'ladi. 18. Ifat x teng mana shu funksiya berilgan, bizga buni qiymati kerak. Birinchi bo'lib ifat 2pi ni hisoblab olamiz. Sinus 2pi ni qo'ysak pi bo'ladi. Sinus pi da 0 ga teng. Demak, bizga nima kerak ekan? Ifat shtrix 0 kerak ekan. Hosil olamiz bundan. Sinusdan hosili kosinus. Ichkarisidan ham hosil olishimiz kerak. Ya'ni x taqsim 2 dan hosili 1 taqsim 2. Endi biz bunga 0 qo'yamiz. Kosinus 0 da 1 ga teng. Javob 1 taqsim 2. Qayerni xato qildim? Yo'q, bu yerda yechganim to'g'ri. Xo'p, qaranglar, bu yerda nima demoqchi ekan? Sizlarda to'g'rilangan bo'ladi. Bu yerda nima demoqchi? Ifat x ning mana bu funksiyaning yoki mana buning hosilasining mana shu funksiya hosilasining x teng 2pi dagi qiymati. Mana shuni so'ragan. Sizlarda to'g'rilangan bo'ladi.
Mana shu f(at) x funksiyaning x dan 2pi dagi qiymati kerak. Xo'p, demak bundan hosil olamiz. Birinchi tashqaridagi f bo'yicha olsak f(at) shtrix f(at) x bo'ladi. Keyin ichkaridagi f bo'yicha olamiz f(at) shtrix x bo'ladi. Bizga mana buning x dan 2pi dagi qiymati kerak. Xo'p, ana endi bunga x dan 2pi qo'ysak f(at) shtrix f(at) 2pi ko'paytirilgan f(at) shtrix 2pi bo'ladi. Teng. Mana buni hisobladim men hozir. O'sha mana buni hisoblab qo'ydim-ku hozirlari, ya'ni 1/2. Endi hosilaga 2pi qo'yamiz. Hosilaga 2pi qo'ysak kosinus pi bo'ladi. f(at) shtrix 2pi kosinus pi da -1 ga teng, -1/2 bo'ladi. Endi bu yoqqa ko'paytiramiz. -1/2 javob -1/4. 19. Quyida f(at) x teng x² funksiya grafiki ko'rsatilgan b 12:0 ABSD to'rtburchak, to'g'ri to'rtburchak yuzining eng katta qiymati. Xo'p, buni mana bu AD yoki mana bu A nuqtaning absissasini A deb olsam, mana bu D nuqtaning y nima bo'ladi? Parabolaga qo'yamiz, a² bo'ladi. Demak, mana bu to'g'ri to'rtburchakning balandligi a². AB masofa nimaga teng? Mana bu OB masofa 12 ga teng va bu masofa A ga teng. Ya'ni bu yerga 12 minus A qoladi. To'g'ri to'rtburchak yuzasi. Bitta tomoni 12 minus A, ikkinchi tomoni A². Teng 12A² ayrilgan A kub. Bundan hosila olib nurga tenglashtirib yuboramiz. Hosila olsak 24A ayrilgan 3A² teng 0. 3A² teng 24A. 3A ga qisqartirib yuborsak A teng 8 chiqadi. Bizda yuzaning katta qiymati so'raldi. Bizga demak yuza kerak. A teng 8 ni qo'yib hisoblaymiz mana bu yerda. S teng yoki S maksimal teng 12 dan 8 ni ayirsak 4 va 8 ning kvadrati 16 256. 20-savol. Aniq integralni hisoblang. Ildiz x ni a deb belashtirsak x teng a². O'rniga qo'ysak integral 1 plus a d x ni o'rniga a² qo'yamiz. Bundan tashqariga hosil olib chiqaramiz. A² dan hosila 2a. Bu yerga 2a bo'lib chiqadi. Bu yerda a qoladi, ya'ni d a bo'lib qoladi. Integral orali ham o'zgaradi. X teng 1 qo'yganimizda a ham 1 chiqadi. X teng 4 qo'yganimizda a 2 chiqadi. Integral mana bu ko'rinishdan bu ko'rinishga o'zgartirib oldik. Teng. Endi bu yoqda kasrni surat mahrajiga bo'linadigan qilib olishimiz kerak. Bo'linadigan qilish uchun buni yoniga 2 ni qo'shamiz. 2 ni qo'shdik, 2 ni ayiramiz. Endi xatma-xat bo'lamiz bu yerni va bu yerni xatma-xat bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak 2 minus 2 taqsim a plus 1 bo'ladi. Boshlang'ich olamiz. 2a minus 2 ln a plus 1. 1 dan 2 gacha. Qo'yib hisoblaymiz. 2 ni qo'ysak 4 minus 2 ln 3 ayrilgan 1 ni qo'yib ayiramiz. 2 minus 2 ln 2 teng. Hop, bu yoqda 2 minus 2 ln 3 qo'shilgan 2 ln 2 bo'ladi. To'g'ri ekan. Teng 2 qo'shilgan mana bu ikkitasidan 2 ni chiqarib olsak ln 2 taqsim 3 bo'ladi. Bizda a kalitda. Birinchi savol. Hop, pastda shu ikkita parabola grafiklari bilan
chegaralangan soha yuzasini topishimiz aytilingan. Demak, bu soha yuzini topmoqchi bo'lsak, bizga mana bu kesishgan nuqtasi kerak. Buni topish uchun ikkita funksiyani tenglashtiramiz. Minus x kvadrat minus 4x teng minus x kvadrat taqsim 2 minus x taqsim 2 plus 2. 2 ga ko'paytirib yuborsak, minus x kvadrat minus 8x minus x kvadrat minus x plus 4. Hammasini o'ng tomonga olib o'tsak, x kvadrat plus 7x mana bu 3 edi. 6 bo'ladi. Qo'shilgan 6 teng 0. Ko'paytuvchi ajratib olsak, x plus 1 x plus 6 teng 0. Bu yerda x teng minus 1 va x teng minus 6 chiqadi. Bizga x teng minus 1 kerak, chunki minus 4 dan o'ng tomonda minus 1 turibdi. Minus 6 endi pastda kesishar ekanda bular. Bu yoqda minus 6, bu yoqda kesishadi. Bizga bu taraf kerak emas. Xo'p, buni yuzasini topmoqchi bo'lsak, mana bu yuzani A desam, bu yuzani B desam, yokida qaranglar. Buni yuzasini topmoqchi bo'lsam, mana bu soha yuzasidan, ya'ni bu soha yuzasi nimaga teng? Integral minus 4 dan minus 1 gacha bu. Mana buni yozamiz. Minus x kvadrat minus 4x dx dan, ya'ni mana shu soha yuzasidan buni ayirish kerak. Buni ayirish kerak. Xo'p, buni yuzasi nima? Buni yuzasi nima? Ayiramiz mana. Minus 3 dan minus 1 gacha. Bu yerning yuzasi integralga buni yozamiz. Minus x kvadrat taqsim 2 minus x taqsim 2 plus 3 dx. Mana shu integralni hisoblash kerak. Boshlang'ich olsak, minus x kub taqsim 3 minus 2x kvadrat minus 4 dan minus 1 gacha. To'g'ri, ayrilgan. Mana shu minusini bu yerga ta'sir qildirib yozsam, bu plus bo'ladi, bu plus, bu ham plus, mana minus bo'ladi. Qo'shilgan, bu yerda boshlang'ich olsak, x kub taqsim 6 plus x kvadrat taqsim 4 minus 3x. Minus 3 dan minus 1 gacha. Teng. Minus 4 qo'yamiz bunga. Yo'q, minus 1 qo'ysak 1 taqsim 3 bo'ladi va minus 2 bo'ladi. Endi minus 4 ni qo'yib ayiramiz. O'zi bitta ayirish qilgandan keyin bular oldi plus bo'ladi va minus 4 qo'ysak minus 64 taqsim 3 plus 16 kare 2 32. Narigi taraf. Minus 1 qo'ysak minus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 4 plus 3. Ham buni qo'yamiz, ham ayiramiz. Minus, uni minus plus bo'ladi. Plus 27 taqsim 6. Oldida minusi bor. Minus 9 taqsim 4. Oldiga minus tushdi, plus bo'ldi. Uni qo'ysak yana bitta minus bo'ladi. Minus 9. Teng. Mana bu ikkalasi. Minus 21. Sonlarga, butun sonlarga qaraylik, natural sonlarga qaraylik. Mana bu ikkalasi minus 6. Mana bu ikkalasi plus 30. Mana bu ikkalasi minus 2. Mana bu ikkalasi 26 taqsim 6, ya'ni 13 taqsim 3. Teng. Menimcha qolmadi. Minus 8, xullas
27, 29. 1 bo'ldi. 1 plus 13 taqsim 3. 16 taqsim 3 chiqar ekan. 22. Birinchisi, muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlariga tushirilgan perpendikulyarlar yig'indisi shu uchburchak balandligining kvadratiga teng. Yo'q, balandlikning kvadratiga emas, balandlikning o'ziga teng bo'lardi. Bu yer noto'g'ri. Ikkinchisi, 2 A va B vektorlar orasidagi burchak kosinusi shunga teng. Bu to'g'ri, oddiy formula. Uchinchisi, shu ikkita to'g'ri chiziqlar bir-biriga perpendikulyar bo'lsa, ular orasidagi quyidagi bog'lanish mavjud. Tekshirib ko'ramiz. Ikkita to'g'ri chiziq bir-biriga perpendikulyar bo'lsa, ya'ni ularning burchak koeffitsiyentlari ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak edi. Ularning burchak koeffitsiyentlari ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak edi. Buni burchak koeffitsiyenti nimaga teng? Ya'ni y teng minus a1 taqsim b1 x ayrilgan c1 taqsim b1. Buni burchak koeffitsiyenti mana bu. Minus a1 taqsim b1. Hop, buniki nima bo'ladi? Xuddi shunga mos minus a2 taqsim b2 bo'ladi. Ko'paytma -1 ni berish kerak. Ikkita to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentlari ko'paytmasi -1 ga teng. Hop, bunda a1 kara a2 teng bo'ladi minus b1 kara b2 ga. Ya'ni bu yerda noto'g'ri turibdi xullas. Bu ham noto'g'ri. Noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri. 23. Quyidagi chizma orqali CDga x burchak necha gradus ekanligini toping. Bunda AB KL ga parallel. Hop, mana bu yerdan o'sha KL larga AB larga parallel kesim o'tkazdim. Bu necha gradus bo'ladi? Chapga qaragan burchaklar yig'indisi bilan o'ngga qaragan burchaklar yig'indisi teng bo'lishi kerak. O'ngga qaragan 110, chapga qaragan mana bu ikkitasi 110 ni berish uchun bu yerga 70 gradus qoladi. Bunda ham xuddi o'sha xossa. Chapga qaragan 70, o'ngga qaragan ikkitasi 70 bo'lishi uchun bu yerga necha gradus qoladi? 45 gradus qoladi. Bu yoyiq burchak 180 gradus berishi kerak. O'shanda x ga hop 110 dan buni ayirsak 65 gradus qoladi. 24. ABC uchburchakning S burchagi 45 gradusdan kichik. Alfa bo'lsa, alfa 45 dan kichik. AC 4 ildizlikki, BC 7, AB tomon qabul qilish mumkin bo'lgan butun qiymatlari nechta? Xo'p, kosinus, mana buni kosinuslarga yuborsa nima bo'ladi? Kosinus birinchi chorakda kamayuvchi, chunki mana bu yerda 1 ga teng, bu yerda 0 ga teng. Birdan 0 ga qarab kamayib boradi, ya'ni kamayuvchi. O'shaning uchun buni kosinuslarga yuborsak, tengsizlik ishorasi almashadi. Va kosinus alfaning qiymati nimaga teng? AB ni x deb olsam, kosinus alfaning qiymati nimaga teng? Uchburchagimizda buni kvadrati qo'shilgan 7 ni kvadrati ayrilgan x kvadrat mahrajda 2, 4 ildizda 2, 7 katta ildizda 2 taqsim 2 dan. Xo'p, buni narigi tarafga proporsiya qilib yuborsak 8 ildizda 2 kara 7. Ikkita ildizda 2 bilan pastda 2 qisqarib ketdi. Bu yig'indi 81 minus x kvadrat katta, bu yoqda 56 turibdi. X kvadrat kichik 81 minus 56 dan, ya'ni 25 dan. X kvadrat 25 dan kichik, bu degani ildiz olsak x 5 dan kichik bo'ladi. X 5 dan kichik. Va endi uchburchak tengizligi. Uchburchak tengizligi bor. X katta bo'lishi kerak ikkita tomonning ayirmasidan. Ya'ni mana bu 4 ildizda 2, ildizda 2 ning o'rniga 1.4 qo'ysak 5.6 bo'ladi. Taxminan qiymati 5.6
Demak, 7 dan 5,6 ni ayirmasdan katta bo'lishi kerak x'imiz va kichik bo'lishi kerak. Bularning yig'indisidan 1,4 dan katta x kichik 12,6 dan tepadagi va pastdagini umumlashtirsak x kichik bo'ladi 5 dan, katta 1,4 dan. Nechta butun son bor? 2, 3, 4 bor. Ya'ni 3 ta. 25. Ikkita kesishuvchi aylanlar radiuslari 15 va 13. Umumiy vatarning uzunligi ikkita aylana chizib olaylik. Qanaqa kesishganini endi bilmadim. Bu yerda aytgan ularning markazlari orasidagi masofa uzunligining eng katta qiymati. Ya'ni qaranglar, ikkita aylana endi qanaqa kesishgan, bu yoqda kesishim mumkin yoki mana bu ko'rinishda ham kesishim mumkin. Endi bizda hozir ikkita aylana markazlari orasidagi masofani eng katta qiymati so'ralgan. Mana bu holatda turgan bo'lsa, kichik bo'ladi. Ular orasidagi masofa, markazlar orasidagi masofa. Demak, mana bu holatda turgan bo'ladi. Radiuslari ularning umumiy vatar mana bu. Perpendikulyar. Bu ham perpendikulyar. Buni radius 13, buniki 15. Mana bu vatar uzunligi 24. Ularning markazlari orasidagi masofa, ya'ni mana masofa kerak. Bundan bu yerga balandlik tushiramiz. Balandlik bu 13 bo'lsa, bu yog'i ham 13 bo'ladi. 15 edi, bu yog'i 2 qoladi. Bu 24. Bu yog'i 24. Qayerda xato bo'ldi? Yo'q, uzr so'rayman. Bu yerda ularning umumiy vatar deganda men umumiy urinmas deb tushunibman. Bularning umumiy vatari mana bo'ladi. Mana bu ikkalasi uchun umumiy vatar. Uzr. Mana bu ikkita aylana markazlari. Bu bunga perpendikulyar bo'ladi. Xo'p, keyin bu kichik aylana radiusi 13 ga teng. Bu katta aylana radiusi 15 ga teng. Endi mana bu umumiy vatar uzunligi 24 edi. Mana bu yerda tengga bo'linadi bular. Ya'ni bu 12, bu ham 12. Bunda Pifagordan mana bu yer 5 chiqadi. Bunda Pifagordan 3 kara 5, 3 kara 4, 3 kara 3, bu yer 9 chiqadi. Demak, umumiy hisobda ikki aylana markazlari orasidagi masofa 5 plus 9 14. 26. Tengyonli ABSD trapetsiyada AC diagonal CD yon tomoniga perpendikulyar. A, B, C, D. Mana bu diagonal, mana perpendikulyar. AD katta asosning uzunligi 25. BC ga CD ni qo'shsak 22 ekan. Trapetsiya balandligini toping. Bu A bo'lsa, bu 22 yoki mana bu A bo'lsa, bu ham A. Bu 22 minus A. Mana bu yerda bitta balandlik tushiramiz. Bu masofa nimaga teng? Asoslari ayirmasining yarmi, ya'ni bundan buni ayirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Ayirib 2 ga bo'lsak 47 minus plus A taqsim 2. Yo'q, ayirganda 3 bo'ladi. Ayirganda 3 plus A taqsim 2. Xo'p, ana endi mana bu to'g'ri burchak uchburchagimizda katetning kvadrati teng proyeksiyasi
ko'paytirilgan gipotenuza. 2a kvadrat teng 25a plus 75. 2a kvadrat minus 25a minus 75 teng 0. Hop, bu yerda diskriminant 625 plus 8 kare 75. Har ikkalasidan 25 chiqarib olsam, 25 plus bundan 3 qolsa 24. 25 kare 49. Ya'ni A1 A2 teng 25 plus minus diskriminant mana bu. 5 kare 7 chiqadi bunda, mana ildiz oladigan bo'lsak 5 kare 7 35 chiqadi. Bizda musbatni olamiz, chunki A musbat son. Mahraj 2a desak 4 bo'ladi. Qo'shsak 60, 60 ni 4 ga bo'lsak 15. Demak, A teng 15. A teng 15 bo'lsa, bu yerga qo'ysak mana bu yerga 15 ni qo'ysak 18 taqsim 2 9 bo'ladi. Mana bu yer 9 ga teng. Bunda Pifagordan 3 kare 5, 3 kare 3, 3 kare 4 bo'lib balandlik 12 ga teng. 27. ABCD parallelogramda xullas shu chizma hammasi tepada aytilgan, hammasi bor chizmada topishimiz kerak x kesma uzunligini. Tepa 18, past ham 18. Xo'p, endi mana bu uchburchak bilan bu uchburchagimiz o'xshash. Ikkalasi bir-biriga o'xshash. Buni tomonlar nisbati nechi? Tomonlar nisbati 9 va 5. Ya'ni mana bu yerni 9a desak, bu yer 5a bo'lishi kerak. Endi mana bu katta uchburchagimiz bilan bu kichik uchburchagimiz o'xshash. Kichikning asosi kattaning asosi teng kichikning yon tomoni kattaning yon tomoni. X teng 18 kare 9 taqsim 14. 2 ga qisqartirib yuborsak 81 taqsim 7 bo'ladi. 28. ABC to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga nima BD diagonal yo'q. Mediana bo'lsa kerak. BD mediana tushirilgan agar AB 9, BJ J og'irlik markazi 5 ga teng bo'lsa, J DC uchburchak yuzasi kerak. Medianlar kesishgan nuqtadan, ya'ni mana bu J da 2 ga nisbatda bo'linadi. Demak, pasti 5 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, mana BD nimaga teng bo'ldi? Ya'ni mediana nimaga teng bo'ldi? 7,5 ga. Demak, gipotenuza medianadan 2 barobar katta 15 bo'ladi. Pifagordan BC 12 chiqadi. Bizga J desa uchburchak yuzasi so'raldi. Mana bu uchburchak yuzasi so'raldi. Mana buni yuzasi so'raldi. Xo'p. Tak, buni ham o'tkazsak, o'sha medianani ham o'tkazsak va mana bu 3 ta mediana uchburchak yuzini 6 ta teng bo'lakka bo'lardi va bizdan o'shani bittasi so'raldi. Ya'ni uchburchak yuzasining 6 dan 1 qismiga teng bu. Uchburchak yuzasi 9 kare 12 taqsim 2. Buni 6 dan 1 qism bo'ladi deb aytdim. 9 chiqadi. 29. Ikkita muntazam oltiburchak bor ekan. Va keyin bizda mana bu PC 4 ga teng, DP 2 ga teng. Bo'yalgan mana shu to'rtburchakning yuzasi kerak. Xo'p, mana buni diagonalni o'tkazsak, bu mana BD kesma,
7 ga perpendikulyar, chunki muntazam oltiburchakda shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu hozir mana bu diagonalimiz bu oltiburchak uchun ham diagonal hisoblanadi. Endi biz buni yuzasi topmoqchi bo'lsak, mana bu katta uchburchak yuzasidan kichigini ayirib olsak yetarli. Kattaning tomoni 6, katta uchburchakda mana bu uchburchak yuzasi bu 120. Bunda ham 120. Katta uchburchak yuzasi 6 kere 6 taqsim 2 sinus 120. Kichikning yuzasi mana buni yuzasi. Uni tomoni 2. 2 kere 2 taqsim 2 sinus 120. Tak 9 ildiz osti 3 ayrilgan ildiz osti 3. 8 ildiz ostida 3 chiqadi, xato qilmagan bo'lsam. To'g'ri. 30 koordinatalar tekisligida mana shu aylanasining y o'qini kesib o'tish nuqtalarining koordinatalari yig'indisi nechaga teng? Ya'ni xolos mana aylana buni kesib o'tadi. Mana bu nuqtalar so'raldi. Nuqtalarning koordinatalari yig'indisi. Mana shu ikkita nuqtaning koordinatalari yig'indisi so'raldi. Xo'p, bular qanday qilib topamiz? Bu har ikkalasida x teng 0 bo'ladi. Ya'ni bu yerga x teng 0 qo'yamiz. O'shanda chiqqan y topib olamiz. X teng 0 qo'ysak bunga 6 ning kvadrati yoki 36 qo'shilgan y plus 5 ning kvadrati teng 49. Y plus 5 ning kvadrati yoki ochib chiqsam y kvadrat plus 10y plus 25. 49 ni bu tarafga olib o'tsak 36 bilan har ikkalasi minus 13 bo'ladi. Teng 0. Y kvadrat plus 10y plus 12 teng 0. Bu yerda 100 minus 48. Xo'p, bu yerda qaranglar. Y1 bilan Y2 ni yig'indisi minus 10 ga teng. Va bu nuqtalar koordinatalari nima edi? Bittasi 0 Y1, bittasi 0 Y2. Koordinatalar yig'indisiga qarasak, koordinatalar yig'indisi ham Y1 plus Y2 ni beradi. Ya'ni minus 10 ni o'zi. 31. Quyida asosi tengyonli trapetsiydan iborat bo'lgan prizma berilgan. Xo'p, bu yerda keyin LY FG ga perpendikulyar. Asmalar perpendikulyarda shular aytmoqchi. Aytilingan. AB trapetsiyaning yon tomoni 5, AD 4, AD qani? Kichik asos 4 ekan. BC katta asosi 10 ekan. AY qani AY? Prizma balandligi 12 ekan. Topishimiz kerak mana bu kesimning yuzasini. Tengyonli trapetsiyaning mana bu balandligi kerak xolos. Bu balandligi. Tengyonli trapetsiyamiz chizib olaman bu yoqdan. Kichik asosi 4, yon tomoni 5, katta asosi 10. Balandlik tushirdik. Bu yer asoslari ayirmasini yarmi, ya'ni 3 ga teng. Pifagordan balandlik 4 chiqadi. Ya'ni mana bu trapetsiyaning balandligi 4 ekan. Ya'ni mana bu kesmamiz 4 ekan. Va bu prizmaning balandligi 12 edi. Bu shaklimiz to'rtburchak, buni yuzasi 12 kara 4, ya'ni 48. Ichki radiusi 3 bo'lgan metal shar eritilib, radiusi 1 bo'lgan kichik sharchalar yasaldi. Bunda metal isrof bo'lmagan deb hisoblasak, jami nechta kichik sharcha hosil bo'ladi? Xo'p, buni hajmi nimaga teng? 4 taqsim 3 pi r kub. 9 bo'lsa, bu bilan qisqarib 9 qolsa 36 pi. Mana shu 36 pi dan biz nechta sharcha yasaymiz? Mana bu radius 1lik. Radius 1 bo'lgan sharchaning hajmi nimaga teng? 4 taqsim 3 pi 1 ni kub, ya'ni 4 taqsim 3 pi. Mana bundan x ta yasadik. O'shanda ya'ni hajmlar teng bo'lishi kerak. Xolos,
Mana bu katta sharning hajmi 36 pi teng x da kichik sharchani hajmiga. Bu yoqda bu bilan bu qisqarib 9 qoladi. X teng 27 chiqadi. Ya'ni 27 ta kichik sharcha hosil bo'ladi. 33. Quyida ko'rsatilgan ichma-ich joylashtirilgan to'rtburchakli prizma doimiy tezlikda oqadigan jo'mrakdan suv bilan to'ldirilgan. Ichki prizma to'liq to'ldirilgandan so'ng, mana bu kichigi qolgan qismi to'la boshlaydi. Butun ichki prizma 20 daqiqada to'ldiriladi. Ichki degan, mana butun ichki prizma mana bu to'liq to'lish uchun 20 daqiqa ketadi. Xo'p, buni hajmi qancha? Buni hajmi qirralarni ko'paytiramiz. 6, 4 va bunaqasi 10 mana. Ya'ni 240. 240 ni 20 daqiqada to'ldiradi. 20 daqiqada. Shunga ko'ra, jo'mrak ochilgandan 70 daqiqa o'tgach, ichki prizma tashqarisidagi suvning balandligi qanday bo'ladi? Ichki prizma tashqarisidagi suvning. Ya'ni buni tashqarisidagi suv, ya'ni atrofida qancha suv? Mana shu atrofdagi suvning balandligi so'raldi. Xo'p, 70 daqiqada qancha hajmdagi suv chiqadi? X qilamiz. Bu yoqda 20 bilan bu qisqarsa 12 qoladi. X teng 840. 840 hajmli suv chiqadi. Xo'p, mana shu o'zim chizig'igacha bo'lgan hajm qancha bo'ladi? Kichik prizmaning balandligigacha bo'lgan qismini hajmi qancha bo'ladi? Xo'p, ya'ni mana pastdagi qismini hajmi qancha bo'ladi? Tekshirib ko'raylik. Bu yog'i 12, balandlik 6, bu yog'i 10. 720 bo'lar ekan. Ya'ni bu suv tashqarisidan chiqib, bu yog'ini ham to'ldiradi. Ya'ni mana bu yerlar to'ladi. Chunki 840 ga yetish uchun yana tepasiga 120, bundan buni ayiramiz. Yana tepasiga 120 qo'yish kerak. Ya'ni tepasida yana qanchadir balandlik ko'tariladi. Mana bu ko'tarilgan qism, mana shu yerning hajmi 120 bo'lishi kerak. Yoki umumiy holatda aytadigan bo'lsak, mana buni balandligi x desak, mana shu pastining hajmi, ya'ni suv hozir bizda mana bu kichik prizmadan balandlik tepaga ko'tarilib ketganligi uchun umumiy holatda qarayveramiz. Mana shu yerning to'lishi uchun qancha vaqt ketadi? Yo'q, uzr. Mana shu yerni nima demoqchi edim? Hajmi 840, balandligi kerak xullas. O'sha, ya'ni 840 hajmli suv quyilganda, suvning balandligi mana shu yergacha keladi. Bu kichik prizmadan tepaga ko'tariladi. Umumiy balandligi x deb oldim. Umumiy holatda suvni ko'tarilgan qismining hajmi balandligi x, bu yog'i 12, bu yog'i 10. Bu teng 840 ga x teng, bittadan 0 qisqarib ketdi. 84 taqsim 12, 4 ga qisqartirsak 21 taqsim xullas 7 bo'lar ekan suvning balandligi. Shunga ko'ra jo'mrak ochilganda 70 daqiqa o'tgach. Xo'p, bitta qayta mulohaza qilib ko'raylik. Bu yog'i to'g'ri. Jami 840 suv quyiladi. O'zi aytib o'tganimdek, mana bu yer to'ldirish uchun qancha ketadi? Va shartiga qaranglar. Bu to'lgandan keyin 70 daqiqa emas. Jo'mrak ochilgandan boshlab, ya'ni jo'mrak ochiladi, bu 20 daqiqada to'ladi, qolgan 50 daqiqasi buni atrofiga qo'yiladi. Xo'p, men hozir baribir mana bu jo'mrak ochildi, boshqa bo'ldi. Mana bu yergacha, ya'ni mana shu prizmaning balandligicha bo'lgan qismigacha qancha hajmli suv quyiladi? Ya'ni mana shu yerning hajmi 6, 12, 10.
720. 720 hajmli suv quyiladi bu yerga. Menga 840 qo'yilishi kerak. 840 qo'yilishi uchun tepasiga yana 120 hajmli suv quyiladi. Va tepasidagi mana 120 hajmli suvning balandligi 1 ekanda. Mana bu yog'i 12, bu yog'i 10 bo'lsa 120 turibdi o'zi. Demak, bir balandlik bo'lishi kerak. Mana bu yer balandligi 1. Agar mana shu 7 sm bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerning hajmi 840 bo'ladi. Va 840 hajmli suv quyilardi-ku. Demak, suv quyadigan bo'lsa, bu ichkarisi to'ladi, tashqarisi ham yana 1 metr, mana bu tepaga mana bu ichki prizmaning balandligidan yana 1 metr yo 1 sm ko'tarilib suv quyiladi. Umumiy hisobda 840 hajmli suv quyiladigan bo'lsa, o'sha suvning balandligi 7 sm bo'lar ekan. 7 sm. Endi sal masala mana bu yerda suv kelib, mana bu yerlarda to'xtab qolganda edi, sal boshqacha bo'lardi, lekin bu hajm suv kattaroqda, bu yerlarni to'ldirib tashlaydi, bu yerni to'ldirib tashlaydi mana pastini. Tepaga ham ko'tariladi. Xo'p, hisob kitobim adashmasam noto'g'ri bo'lmadi. Javobi 7 bo'ladi. Bu noto'g'ri ketgan. 34. Balandligi 12 sm va asosining radiusi 6 sm ga teng bo'lgan silindrik balandligi 12, asos radius 6 teng bo'lgan silindrning bir asosida uzunligi asos radiusiga teng bo'lgan AB vatr o'tkazilgan. Deylik, mana shu. Asosining aylanasi radiusiga teng. Biz u yo'ldan keyinroq ko'raveramiz. Nima qilish kerakini bu yoqqa o'qib ketaman. Ikkinchi asosida esa AB ga perpendikulyar bo'lgan CD diametr o'tkazilgan. Biz mana bu uchib ketdik. O'chirg'ich uni ham o'chirib yuboryapti xullas. Mana shu deylik. CD. Ya'ni hozir mana bu bilan ikkalasi perpendikulyar deb olamizda. Mana shu pastdagi diametri unga perpendikulyar. Xo'p, mana bu aylana markazi, asosining markazi AB to'g'richizig'i orqali o'tuvchi va CD to'g'richizig'iga perpendikulyar bo'lgan ABNB kesimi yasalgan. Bu degani, mana buni pastga davom ettiramiz. Buni pastga davom ettiramiz. Buni tashtiramiz. Mana shu tekislik o'tkazilganda, bu tekislik boshqacha holatda pastga CDga perpendikulyar bo'lmaydi, chunki buni sal u yog'iga yoki bu yog'iga yotqizadigan bo'lsak, orasidagi burchak o'zgaradi, perpendikulyar bo'lmaydi. Ya'ni mana bu hozir perpendikulyar, mana bu o'sha perpendikulyar bo'lishi kerak edi. O'tuvchi to'g'risi perpendikulyar bo'lgan ABNB. Bular NB, NM, NM kesim yasalgan. Bunda S nuqtasi va CD diametri o'tkazilgan asos markazi kesimning bir tomonida yotadi. Bunda S nuqtasi va CD diametri o'tkazilgan asos C nuqtasi va CD diametri o'tkazilgan asos markazi kesimning bir tomonida yotadi. Demak, u holatda bunaqa demoqchi. D bu yoqda, C bu yoqda. Mana asos markazi va C bir tomonda, ya'ni bu tarafda yotishi kerak. Bitta tarafda yotishi kerak edi. Asos markazi va C bitta tarafda yotmab kesimdan ana endi topishimiz kerak CABNB piramidaning hajmini.
Mana shu piramidaning hajmi kerak. Xo'p, buni balandligi ma'lum, balandlik topish muammo emas. Xo'p, bizga kesim yuzasi kerak. Endi asosining radiusiga teng bo'lgan vatar degandi. Bu asosining aylanasi radiusi 6 ga teng. Demakki, bu ham 6, bu ham radius 6. Mana bu uchburchagimiz muntazam uchburchak bo'ladi. Asosining yuzasi nimaga teng? Piramidaning hajmi V teng 1/3 S asos. Mana bu yuza nimaga teng? Bu tomoni 6 ekanligi bor. Demak, 6 kara balandligi 12. Mana bu 12 mi? Bu yog'i ham 12. 6 kara 12. 1/3 S asos kara h balandligi. Endi bizga mana balandlik kerak. Mana bu. Bizga o'sha balandlik kerak. Xo'p. Mana bu vatarimiz 6 edi. Aylana radius ham 6. 6. Bu yog'i ham aylana radius 6. Mana bu 6 teng 2 bo'ladi 3. 3. Shunda bu yerga nima qoladi? 3 ildiz osti 3 qoladi. Ya'ni balandlik nima ekan? Mana bu yeri 3 ildiz osti 3 va bu yeri 6. Umumiy hisobda balandlik 3 ildiz osti 3 plus 6 ekan. Teng bu bilan bu qisqarib 2. 24 kara 3 ildiz osti 3 qo'shilgan 6. 72 ildiz osti 3 qo'shilgan 144. To'g'ri. 35. ABC va DEF teng tomonli uchburchaklar. AB tomoni BE bu yog'i 3 ekan. Quyida berilgan teng tomonli uchburchak shaklidagi chodir ichiga joylashtirilishi mumkin bo'lgan eng katta kvadrat prizma hajmi. Demak, bizga xullas mana bu ichkarisida joylashgan prizmaning eng katta hajmi kerak. Bu eng katta hajmga ega bo'lish uchun kvadrat prizma, ya'ni bu kvadrat. Hop, kvadrat tomon topib olamiz. Bu x, bu ham x. Mana bu muntazam uchburchak, tomonni A deb olsam, tomoni A. Bu yer A. Bundan bitta balandlik tushiramiz. Yoki o'zi muntazam uchburchak bo'lgandan keyin to'xtaylik, muntazam uchburchak. Bu x bo'lsa, bu ham x. Muntazam uchburchak bo'lsa, bu ham 60, bu ham 60, ya'ni bu ham muntazam bo'ladi. Bu mana bu yer x. Hop, bu x. Bu 60. Bu 30. 60 gradus qarshisida ketadi. X bo'lsa 30 gradus qarshisida ketadi. X taqsim ildiz osti 3 bo'ladi. Va gipotenuza bundan 2 barobar katta. 2x taqsim ildiz osti 3. Tomon nima bo'ldi? Tomoni x plus 2x taqsim ildiz osti 3 bo'ldi. Va tomoni bu teng 2 ildizda 3 qo'shilgan 4 ga. Bundan x taqsim ildiz osti 3 chiqarib olsak, ildiz osti 3 qo'shilgan 2 qoladi. Teng bu yoqdan 2 ni chiqarib olsak, ildiz osti 3 qo'shilgan 2 qoladi bu yoqda ham. Bular qisqarib ketdi. X teng 2 ildiz osti 3. Ya'ni kvadrat tomoni shunga teng. Bizda demak prizmaning hajmi nimaga teng? Bizda eng katta hajm degan nima nazarda tutmoqchi? Mana bu kvadrat kichikroq bo'lishi ham mumkin-ku, mana bunday. Bunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi bizda eng katta bo'lishi uchun xullas mana shu uchburchak uchlarga teggan asosida yotgan kvadrat bo'lishi kerak. O'sha eng katta hajmli, o'sha eng katta yuzani beradi, kvadrat yuzasini, o'sha eng katta kvadratni beradi. Demak, V teng bu prizmaning hajmi S asos kvadratni tomoni bu bo'lsa yuzasi buni kvadrat 12 kara h. Javob 36. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Test qiyinroq ekan ozgina. Sog' bo'linglar.